70 mingta musulmon jannatga shunday kirib ketar ekan, qolgan musulmonlar hisob-kitob qilinamiz. Nimalar so'raladi bizdan? Ba'zi insonlar qiyomat kunida, baxtli insonlar tarozining oldiga kelmaydi. Amallari hisob-kitob qilinmaydi, shundaylicha jannatga kirib ketishadi. Rasululloh aytgandilar: "Meni ummatimdan 70 ming kishi jannatga hisob-kitob qilinmasdan kirib ketadi." Bismillahirrohmanirrohim. Qiyomat kunida bu dunyoda qilingan har bitta katta kichik, yaxshi, yomon amal tarozida tortib o'lchanadi. Garchi siz bilan bizning aqlimiz u tarozini qanaqa bo'lishligini idrok qila olmasa ham, tasavvur qila olmasak ham, bu narsa haq ekanligiga iymon keltiramiz. U g'ayb olami, Alloh o'zi biladi qanaqa qilib tortib qo'yishini. So'folloyor bobomiz, birodarlar, aytadiki, bilur Tangri agarchi holimizni taroziga solur a'molimizni, qilur ogoh qulun qilmishlariga, yetishmas aql egamning ishlariga. Ya'ni bandalarni ahvoli, qilgan amallari qanaqa ekanligi Allohga ma'lum. Bu noma'lumotlarni qo'liga berish, taroziga qo'yishlik bandalarni o'zlariga kimligini ko'rsatib qo'yishlik uchun. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: "Wal waznu yawma idinil haqq." O'sha kuni vazn haqdir. Ya'ni amallarda tortishlik haqdir. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Kimning tarozida, mezonda amallari og'ir kelsa, o'shalar najot topguvchidir. Va man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Kimning mezoni, amallari yengil kelsa, ana o'shalar oyatlarimizga zulm, inkor qilganlari sababli o'zlariga ziyon qilgandirlar. Demak, hech kimga zulm qilinmaydi, amallar tarozida tortiladi. Ba'zi insonlar qiyomat kunida, baxtli insonlar tarozining oldiga kelmaydi. Amallari hisob-kitob qilinmaydi, shundaylicha jannatga kirib ketishadi. Ukkash ibn Muhsin roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisini eshitib, "Duo qiling ya Rasululloh, men shulardan bo'lay" dedi. Rasululloh aytgandilar: "Meni ummatimdan 70 ming kishi jannatga hisob-kitob qilinmasdan kirib ketadi."